Belgiya istihbarati Xitoyning 3 aqlli iqtidorli telefon markasiga josuslik xavfi ogohlantirishi chiqardi. Igilanicha Xitoyning Xiaomi, Oppo va OnePlus telefonlari Belgiyada iste'molchilarning yoqtirishiga erishgan markalar bo'lib kelgan. Davlat bexatarlik bayonotchisi Ingrid Vandali iste'molchilarni ogohlantirib, bu markalar ishlatilganda josuslik xavfi paydo qiladiganligini aytdi. Hindiston va Xitoyning yuqori darajalik harbiy amaldorlari bir yerga jam bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi talash-tortishdagi chegara rayonlaridagi ziddiyatni pasaytirish to'g'risida suhbatlashgan. Hindiston tashqi ishlar ministri Jayshankar bayonotida chegaradagi jiddiylikning Xitoy bilan Hindiston munosabatiga ta'sir ta'sir ko'rsatadiganligini aytdi. Jayshankar bayonotida har qanday bir taraflama harakatning qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ogohlantirdi. Amerika Adliya Ministerligi bultur hukumat organlariga qilingan Quyosh bo'rini nomli to'g'ri hujumining orqasida Rossiya xakerligining borligini e'lon qildi. Bayonotda bu hujumlar doirasida butun mamlakatdagi 4 taftish mahkamasidagi xodimlarning 80%ning va 27 taftish mahkamasidan kam deganda bir xizmatchining elxat adresining nishon qilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yer shari klimat o'zgarishining ta'sirida Grenlandiya ogohlantirish signali chiqarmoqda. Daniya e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, Grenlandiyada bir kunda 8 milliard 500 million tonna muzliq erib okeanga eqib ketgan. O'zbekistonda majburiy vaksina emlash qonuni parlamentning yuqori qanoti bo'lgan Kengash palatasi tomonidan tasdiqlandi. Yangi qonunga asosan O'zbekiston xatarlik yuqumli kasalliklarning tarqalish xavfiga duch kelganda davlat bosh sahiya doktorining qarori bilan xalqqa majburiy vaksina emlasi bo'ladi. Amerika Aksiya Savdo Komiteti Amerikada bozorga chiqadigan Xitoy shirkatlarining tekshirishini kuchaytirganligini e'lon qildi. Amerika Aksiya Savdo Komitetining raisi Gary Gensler yozma bayonotida Xitoy hukumatining o'z davlatidagi shirkatlarga chet elda mablag' to'plashga yangi cheklama qo'yganligini eskartdi. Twitter talash-tortishdagi avtomatik rasm kesishni o'ngshash uchun xakerlarga murojaat qildi. Mazkur ijtimoiy aloqa subsi algoritmdagi xatoliklarni bayqagan xakerlarni mukofotlaydiganligini e'lon qildi. Turkiyalik mahir Tokio Olimpik tanarkat musobaqasining 8-kuni Turkiya uchun tunji oltin medalni qo'lga keltirdi. Egilanishicha, o'qiyan mahiri Mete Gazoz erishgan oltin medal Turkiyaning 2020-yillik Tokio Olimpik tanarkat musobaqasidagi tunji oltin medal ekan. Shundaqla bu Turkiyaning o'qiya etishdagi tunji olimpik medaliga aylangan.